Irqiy qirg'inchilik ahdnamasining 75 yilligini xotirlash munosabati bilan Notre Dame qonun maktabi diniy erkinlik tashabbusi va Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish harakati Londonda irqiy qirg'inchilik ahdnamasining 75 yilligi munosabati bilan Uyg'ur qirg'inchiligi ichida javobgarlikni izlayotgan Uyg'ur xalqini hurmatlash temasida faoliyat o'tkazdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish harakatining ijroiya direktori Rahima Mahmud va Notre Dame qonun maktabining diniy erkinlik tashabbusining fakultet mudiri professor Sidfanni Barkeli tarafidan uyushtirilgan bu faoliyat Notre Dame universitetining Trafalgar zalida o'tkazildi. Bu faoliyatga Uyg'ur sud mahkamasining maslahatchisi Hamid Sabi echilish nutqi so'zildi. Bariklay bilan Uyg'ur shoiri va kechida qo'lga ilinishni saqlash nomli asarning avtori Tahir Ahmad izgil o'tirsidagi suhbat bo'ldi. Suhbatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining birinchi qo'l dalillari bo'lgan izgilning hayoti va aslimalari so'zlandi. Naq turmaga tashlangan Uyg'ur akademik Ilhom To'xtaning Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlik ko'rsatilish to'g'risida 8 yanvar kuni to'r yig'ini ochildi. İlhom To'xta tashabbus harakatining qo'rg'uvchisi Anvarjon riyosatchilik qilgan suhbat yig'inida İstanbul, Ankara va İzmirdagi universitetlardan professor Mualla Oydu Yücel, professor Konur Alip Arjilason, professor Alimjon Inoyat, professor Qutlug' Sumar, dotsent Ish Xushcho va dotsent Ömerqul qatorliqlar so'z qildi. Xitoy yaqinqi yillardan beri xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun Sharq Turkistonning ko'plagan joylarida sayohat o'rni tayyorlagan bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi yilning 5ida dunyoning har qaysi joylaridagi sayohatchilarni Sharq Turkistonni ziyorat qilishga chaqirib, Xinjiangning inoqligi va muqimligini his qilishini qarshi olamiz deb bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 5 yanvar o'tkazilgan qarorlik muxbirlarni kutilish yig'inida Xitoy tashviqot organi markaziy televiziya stansiyasining muxbirlarining savollariga javob berib, Xinjiangning ishki hamisha ochiq, dunyoning har qaysi joylaridan kelgan texmi ko'p do'stlarning Xinjiangni ziyorat qilib, Xinjiangning go'zalligi, inoqligi va muqimligini his qilishga chaqiramiz deb jar soldi. 8 tomliq Türk ijtimoiy palla qomusi Koreya Dongduk Universiteti Yevro-Asiya Türk Davlatlari instituti tarafidan 6 yillik tadqiqot bilan nashr qilingan. Bu asarda u Turkiya, Ozarbayjon, Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, shundaqla Tatariston, Boshqirdiston, Altay Rossiya Federatsiyasining Tuva, Saxa Jumhuriyati va Sharq Turkiston haqida mazmunlar berilgan. Xitoy hukumati virusi mazgildan keyin iqtisodiy davolg'ish bilan kurash qilmoqda. Dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lgan Xitoyning amdilikda armiyaning maoshini berishga qiyinlayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Xitoy armiyasidan pensiyaga chiqqan sobiq harbiy xodimlar xalqaro ko'p tillik gazet va axborot shirkati Davr Nurining Xitoycha to'rida bu haqda ma'lumotlarni oshkorladi. Gazetning ziyoratini qabul qilgan amaldorlar va nurg'un manbalardan kelgan xabarlar Xitoy armiyasining maosh kamaytirishga duch kelganligini isbotladi. Isroiliyaning 7-oktyabrdan boshlab G'azza rayonida ilib bo'lgan hujumlarda 69 ming uyning butunlay vayron bo'lganligi bayon qilindi. G'azzadagi hukumat axborot ishxonasi tunugun e'lon qilgan yozma bayonotida Isroiliyaning G'azza rayoniga 98 kun davom qilayotgan hujumida hayoti va mol-mulk ziyniga munosabatlik yangilangan uchurlar ham bahirlandi.